Toshkentda erkak trekker mashinasini sobiq rafiqasi va uning tanishlari ustiga haydadi. Bu haqda poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar bermoqda. Hodisa 26-mart kuni Yunusobod tumani Niyozbek yo'li ko'chasida sodir bo'lgan. Ta'kidlanishicha, 27 yoshli erkak o'zining sobiq rafiqasi va uning yonida bo'lgan shaxslar bilan janjallashib qolgan. Shundan keyin u boshqaruvdagi mashinani ularning ustiga haydagan va ularni qasddan urib yuborgan. Hodisa oqibatida ayol va uning tanishlaridan biri turli yengil jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizilgani aytilmoqda. Shuningdek, idora xabarida voqeaning barcha ishtirokchilari shaxsi aniqlangani, tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelingani va tergovga qadar tekshiruv o'tkazilayotgani ma'lum qilingan. Holat esa Ichki ishlar vazirligi hamda poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyati tomonidan to'liq nazoratga olingan. Ta'kidlash kerak, bunday holatlar O'zbekistonda birinchi marta sodir bo'layotgani yo'q. Xususan, oldinroq Sirdaryo, Samarqand va Farg'ona viloyatlarida shunday hodisalar sodir bo'lgan. Jumladan 2024-yilning 29-may kuni Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanida mast erkak Captiva'ni stadionga boshqarib tushib, mashinani odamlarning ustiga haydab borgan edi. Keyinroq erkak bu harakati uchun 4,5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Captiva esa auksionga chiqarilib, uning sotuvidan tushgan pullar davlat hisobiga o'tkazilgandi. Samarqanddagi voqea 2025-yilning aprel oyida sodir bo'lgan. Unda Nexia haydovchisi futbolda jamoasining yutqazgani alamidan mashinasida stadionga chiqib, uni odamlar ustiga haydagandi. Haydovchiga tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Mashinasi esa jarima maydonchasiga joylashtirilgan edi. Farg'onadagi voqea esa 2025-yil 10-iyulida sodir bo'lgan. O'shanda erkak o'zaro janjal oqibatida tanishining ustiga Gentra mashinasini haydab, uni qasddan urib yuborgandi. Hodisa oqibatida jabrlanuvchi vafot etgandi. Sud uni qasddan odam o'ldirish jinoyatini sodir qilganlikda aybli deb topib, 14 yil u 1 oyga ozodlikdan mahrum qilgan.